Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa mana Cobalt mashinasini olib qolganmiz. Bunda ko'rib turganingizda tabloda suv gradus chiqarib berdik. Bu motorni o'zini shu skanmatik orqali ko'rsatadigan temperatura datchigi 81 gradus turibdi, ko'rib turibsizlar. Buni faqat programma orqali xudo xohlasa tabloga pрошивка yozib chiqarib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa chiroyli cho'tka qilib ishinglarni bitirib beramiz. Xo'p, iProc или Orange'da kimlardir tabloni to'liq uxlatib qo'ysa ham bemalol jo'nataverishingiz mumkin. Uyg'otib, o'zingizgina ishchi holatda qilib beramiz, xudo xohlasa. Xohlasani shu tablogini berib yuborsani, uxlab qolgan tabloglarni uyg'otib, даже graduslarni ham chiqarib beramiz.